Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bahor fasli, Navruz bayram hamma yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin. Sizlarga baxt, omad tilayman. Yuzingizdan kulgu tabassum hech qachon arimasin. Navruz bayraminglar muborak bo'lsin. Вот с таких прекрасных слов мы начинаем нашу программу. Приветствуем вас, друзья! Весна вступила в свои права, а значит, пришел Навруз. Время обновления, добрых помыслов и, конечно же, любимой музыки. Albatta, aziz teletomoshabinlar, Navruz hammamizga muborak bo'lsin azizlar va bugun sizlar uchun chiroyli bir tuhfamiz bor. Siz sevgan san'atkorlar, siz sevgan aktyorlar sizlar uchun o'z ijod mahsulotlarini taqdim etishadi. Demak, biz boshladik. Navruz bayrami hammamizga muborak bo'lsin. Navruz kelibon jumlai jahon nozlana nozlana nozlanajakdir. Oftob qizitib asta sekin yozlana yozlana yozlanajakdir. Navruz kelibon jumlai jahon nozlana nozlana nozlanajakdir. Oftob qizitib asta sekin yozlana yozlana yozlanajakdir. Yashnar tabiat dashtuadir lola ichida. Yurtim chamanim o'zgacha pardozlanajakdir. Yashnar tabiat dashtuadir lola ichida. Yurtim chamanim o'zgacha pardozlanajakdir. Qaynar sumalak varrak uchar to'yu tomosha. Dillar quvonib shodlana parvozlanajakdir. Qaynar sumalak varrak uchar to'yu tomosha. Dillar quvonib shodlana parvozlanajakdir. Qaynar sumalak varrak uchar to'yu tomosha. Dillar quvonib shodlana parvozlanajakdir. Qaynar sumalak varrak uchar to'yu tomosha. Dillar quvonib shodlana parvozlanajakdir. Keçegina güzel edin, keçegina ah kançalar ucar edin, keçegina güzel edin, keçegina ah kançalar ucar edin, keçegina yüreğinge yol tapanmayı men zor Yollarını tosar edim keçegina. Yüreğinge yol tapalmayım zor Yollarını tosar edim keçegina. Güzel edin keçegina. Ah kançalar ucar edin keçegina. Sevginime bilmesedi Selma hoşa Minin yüzü külçegine
Sen yirtarding men shinodan senga har kun o'zlab maktub yozar edim kechagina. Sen yirtarding men shinodan senga har kun o'zlab maktub yozar edim kechagina. Kechagina go'zal eding kechagina. Ah qanchalar o'jar eding kechagina. Bu beshafqat yillar yomon qiynadimu, yuzlar ajin sochingda oq anchagina. Sevgi misol qilsam ermak qilib evoh, dardimga dard qo'shar eding kechagina. Biz uchrashdik yillar ortga qaytdi go'yo, meni maftun qilgan ko'zlar o'shagina. Sevmas edim menchi seni sevganlarim, yuragimni bezar edi kechagina. Sevmas edim menchi seni sevganlarim, yuragimni bezar edi kechagina. Kechagina go'zal eding kechagina. Ah qanchalar o'jar eding kechagina. Kechagina go'zal eding kechagina. Ah qanchalar o'jar eding kechagina. Kechagina. Bayram dasturlari davom etadi azizlar. Bugungi mehmonimiz xalqimizning sevimli san'atkori, O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon aka Yoqubov. Assalomu alaykum G'ulomjon aka. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Juda ham xursandmiz. Rahmat. Men ham xursandman. Bayramingiz muborak bo'lsin. Bayram arafasida chaqirganingizga. Chunki butun yurtimizda go'zal bizni sevadigan bayramimiz bahor bayrami. Albatta, albatta. O'shancha ham yangilanish, chiroyli bo'lish hammaga go'zallik yarashadi. Shuning uchun bizni yurtimizga go'zallik yarashadi. Bu bayram bilan hammani chin qalbimizdan tabriklaymiz. Salomat bo'linglar. G'ulomjon aka, eslatib ko'rsangiz, bolaligingizdagi Navruz bilan bugungi Navruzni farqi bormi? Albatta farqi bor. Chunki ilgari bunchalik ommalashmagan edi. Bo'lgan, lekin Soyuz paytida bunaqa ommalashmagan, odamlarning ichiga kirib ketmagan edi. Navruz shunday o'tib ketardi. Hozir haqiqiy bayramga aylandi. Haqiqiy har bitta odam shu narsani kutadigan bo'ldi. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Mana hamma narsa ochildi. Hamma narsa ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Mana hamma narsaga ruxsat. Bayram haqiqiy bayram. Mana bu bayram bilan juda odamlarning chehrasi ochadi. Chunki menga ayniqsa, chunki men birinchi marta bahorning birinchi kuni. Bahorni boshlab berdik. Tabriklaymiz yana bir bor o'tib ketgan tavallud ayyomlaringiz bilan. G'ulomjon aka, men so'ramoqchiman. Har yil 1-martda konsertlaringiz bo'lib o'tadi. Muxlislar har doim kutishadi. Lekin bu yil ayrim sabablar bo'yicha sabablar emas. Sabab yo'q bu yerda. Bu yerda mana ro'za ayyom kirib keldi. Mana odamlar ro'zada. Masalan, mana shu ularga xalaqit qilmaslik uchun yoki bo'lmasa meni muxlislarim o'sha paytda sal ranjib kelsa ham bo'lmaydi. O'sha o'zini ro'zani kutib, misol o'sha soat 7 da ayniqsa og'iz ochiladigan paytda konsert boshlansa, menga noqulay. Men o'zimga noqulay. Shuning uchun mana shu bultur 28-da qildim. Endi bu yil sabr qilaman, 1-2 yil o'tadi. Chunki ro'za o'tganlik ro'zaning hurmati bor. Albatta. O'shaning uchun hamma ro'za tutadiganlarga hammasiga sog'lik salomatlik tilayman. Shuning uchun kutgan muxlislarga ayniqsa
ko'paytirib Albatta ikidaga kutinglar aytamiz. aziz muxlislar. G'ulomjon aka albatta o'sha konsertlarni albatta beradilar va sizlarni xursand qiladilar. G'ulomjon aka mana ancha o'ynay jahonlarda, umuman ijtimoiy tarmoqlarda yangi qo'shiqlaringizni, yangi kliplaringizni ko'ryapmiz. Mana oxirgi Ulfatlar degan qo'shig'ingiz ham juda ham chiroyli chiqdi. Ustozlarimiz bilan birgalikda o'sha klip jarayonlari chiroyli, juda ham chiroyli bo'ldi. Mana shu har doim yangi yo'nalishda, yangi izlanishdasiz. Shunga sizga nima bir turtki bo'ladi, nima bir sabab bo'ladi? Chunki endi ashulalaringiz juda ham ko'p. O'shalarni yetib ham yursa bo'ladi-ku. Mana shu narsani ko'p gap eshitdim shunaqa gaplar. Chunki shuncha qilingan narsa ko'p narsasi qaytarilmagan ham. Men o'zimdan esimdan chiqib ketganlari ham ko'p. Mana shu har yili kamida 25 ta yangi qo'shiq bo'ladi. Zo'r-ku bu. Kamida. Endi u esimdan chiqib ketganlari ham ko'p. Shularni o'zini qaytarib qo'ysa ham bo'ladi-ku degan fikrlar ham bor. Lekin men uni xohlamayman. Chunki men shu ijoddaman, har doim xohlaymanki ijod qilishni, har doim yangilikni qidiraman. Mana yaqindagina mana Gulasal bilan bir klip qildik. Shu imенно shu yoshlarga yoki bo'lmasa oilasi buzilayotganlarga bag'ishlanadi. Mana shu. Undan keyin yana bitta klip qildik, hali uni ommalashgani yo'q. 1000 metrlik chuqurlikka tushib, misol uchun o'sha konchilarga qo'shiq etildi. Bu yil u ham yangi. Mana militsiya xodimlariga, misol uchun ularga armiya kunida generallarga qarab ashula aytdik masalan. G'ulomjon aka hech charchamanglar va nafaqat qo'shiqlar, balki kliplarni ham to'xtatmanglar. Chunki hozirgi zamon bilan birgalikda umuman har doim ham nafas bo'lib keladilar. Shunisiga qoyil qolish kerak. Bizda eskidan gap bor. Ha, shunday. Zamon senga boqmasa, sen zamonga boq. To'ppa-to'g'ri. G'ulomjon aka, sizni yana bir bor Navruz bilan tabriklaymiz. Tomoshabinlarimizga iliq so'zlaringiz bo'lsa yetkazdirsangiz. Mana bu hozirgina aytdim. Bu bayram juda ham chiroyli bayram. Butun O'zbekistonimizda hozir bayram. Albatta. Mana butun kezib yuribdi. Butun mana bizda Tojikistonda, Qozog'istonda hamma yerda Navruz bo'ladi. Lekin bizniki boshqacharoq bo'ladi. Bizga shunaqa tuyuladi. Shuning uchun har bitta xonadonga mana shu yangilik kirsin. Har bitta xonadonga yaxshilik kirsin. Har bitta xonadonga to'y tomosha kirsin. Har bitta xonadonga chaqaloq kirsin. Mana shu bayram, ulug' bayram bilan hammalarini chin qalbimizdan tabriklaymiz. Har bitta xonadonda o'zbekning qo'shig'i yangrasin. Albatta. Tashvish uchun kattakon rahmat G'ulomjon aka. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz va barcha muxlislaringizni bizani har doim o'zingiz yaxshi qo'shiqlaringiz bilan, yangi qo'shiq kliplar bilan xursand qilib har doim yuring. Sog' bo'ling. Rahmat. Salomat bo'linglar. Yana bir bor tabriklaymiz. Sog' bo'linglar. میرقصی ابرو کمان میرقصی آتش زده بدیلم آرامی جان میرقصی سروی خیرامان تویی اون چایی لرزان تویی همه با تو عاشق است آفتی زمان تویی مثل آفتاب میتابی مثل ماهتاب میتابی شفا با من نصیب است و عشق تو بخوابی عقلم کرده خیران قلبم کرده سیران با من نگاهی کرده مکن دلم ویران میرقصی و میرقصی ابرو کمان میرقصی آتش زده بدیلم آرامی جان میرقصی توی گلی معطر بهاره شبنمی که از آسمون تو میبوری مثل بلبل ناله کنم شب و روز چرا از من تو خبر نداره جانم من که تو آزارم با زلفی تو خریدارم فقط نخر تو با من بس غیر آرزو من ندارم میرقصی و میرقصی ابرو کمان میرقصی آتش زده بدیلم آرامی جان میرقصی تروی خیرامان تویی اون چایی
arzon to'yi hamma batu oshiq است ofati zamon to'yi میرقصی و میرقصی ابرو کمان میرقصی آتش زده بدیلم آرامی جان میرقصی میرقصی و میرقصی ابرو کمان میرقصی آتش زده بدیلم آرامی جان میرقصی Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Barchangizni bahor bayrami, Navro'zi olam bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin. Xonadoningizda faqat yaxshi kun, yaxshi to'ylar bo'lsin. Bayramona kayfiyat hech qachon tark etmasin. Bayraminglar muborak bo'lsin aziz yurtdoshlar. shoxlaringda qushlar uxlar hey daraxt hey daraxt shamollarga shivirlaysan ohista ohista tungi yulduz kulib boqar olisdan olisdan tuni bo'yi bedorliging qanday baxt qanday baxt tungi yulduz kulib boqar olisdan olisdan tuni bo'yi bedorliging qanday baxt qanday baxt tungi yulduz kulib boqar olisdan olisdan qushlar hamma daraxtniki otsa tong faqat senga ishonishar kelsa shom kelsa shom shoxlaringda qushlar uxlar tinchgina tinchgina kecha uqqan qushlar esa kichkina kichkina tuni bo'yi bedorliging qanday baxt qanday baxt tungi yulduz kulib boqar olisdan olisdan
vatandoshlar, Navruz bayrami bilan sizlarni hammalaringiz bilan tabriklayman. Sog'-omon bo'linglar. Hamma yaxshi niyatlarimiz amalga oshsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hammalaringizga baxt, yana baxt tilayman. Друзья, наша программа продолжается. Я хотела бы сказать, что Навруз – это не просто праздник вдохновения, но также силы и духа. И у нас в студии гость. И позвольте его представить: олимпийский чемпион, обладатель государственной награды O'zbekiston iftixori Fazliddin G'oibnazarov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sizni ko'p turganidan juda ham xursandmiz. Navruz bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat, sizlarga muborak bo'lsin. Rahmat. Xush kelibsiz. Вы знаете, Фазлидин, вот я когда смотрю на вот эти все угощения, которые, да, вот во время праздничного стола, да, на праздничном столе у нас, смотрите, всякие сладости, это сумаляк и все и прочее. Как вы поддерживаете режим в такое время? Men bemalol unaqa narsalardan o'zimni tortmayman. Sal ko'proq tanoqqa qilaman bu yerda. Yo, endi to'g'ri musobaqaga tayyorlanadigan payt, shu musobaqaga jangga yaqin payt bunaqa narsalardan juda qattiq diyeta bo'ladi. Jang bo'lmagan paytda bemalol bunga qo'shib yana oshlarni ham yoramiz. Bahor, Navruz siz uchun nima? O'sha kutasizmi, yaxshi ko'rasizmi shu faslni? Qanaqadir bir iliq xotiralar bormi? Umuman bahor kelganda kayfiyat o'zgaradimi? Shu Navruz bayrami bo'lganda shuni bir hamma singari menga ham yoqadi. Yurtimizdagi hamma bayram yoqadi. Я знаю, что вы некоторое время жили в Америке, и вам приходилось там встречать праздник Навруз. Вот как там проходит? Bu yerda Los-Anjelesda yurtdoshlarimiz yig'ilishib Navruz bayramini nishonlashar ekan ular. Ularda ham bayram bo'lar ekan. Men shu bir bayramlardan biriga ishtirok etganman. Menga nasib qilgan. Borib juda bir katta bir parkda yig'ilishib, sumalak qilishgan. Oshlar, somsalar, konsertlar ham bo'lgan, ha, endi juda bir ular chet davlatlarga qiziq-ku bu narsa. Ularga tomosha qilib, ular ham qo'shilishdi ko'plari. Juda chiroyli bo'lishar ekan, bo'ldi. Amerikaga, endi qayerda Amerikada necha yil yashagansiz? Navruz bayrami bo'lgan. Bu yerda necha yil yashagansiz? Endi men hozirgacha borib kelaman, lekin 4 yil yashadim bu yerda. 4 yil yashab, o'sha yerda mashg'ulot o'tkazgansiz. O'sha og'ir vazndagi o'sha boksyorlarni ham yaqindan o'sha jahon yulduzlarini ham endi menga qiziqdi. Ko'rganmisiz o'sha yerda trenirovkalarini, o'sha bir bo'ylariga borganmisiz? Birga shug'ullanganmiz. Bizni mana hozir mutlaq jahon chempioni Aleksandr Usik ukrainalik. Ular bilan bitta zalda, endi bizning menejerimiz bitta zalda shug'ullanganmiz. Ularga juda ko'p men oshlar qilib berganman. Ular esa yaxshi ko'rib yeyishadi bizni oshni. Endi baribir endi ular meni O'zbekistondan deb o'ylashadi. Hamma o'zbek osh qilishni biladi deb o'yladimi? Menga iltimos osh qilib ber deb aytishgan. Keyin ba'da to'g'rirog'i men bilmasdim osh qilishni, lekin telefonda gaplashib o'rganishga o'sha o'rganmasa bo'lmasdi. Yaxshi chiqqanmi oshingiz? Bironta guruch qolmagan. Hammasi yetishagan. Endi balkim bizda uyda, masalan, bizning yurtda uni oshda yaxshi qilasan deyishar, lekin ularga yoqishgan. Ha, to'g'ri, o'sha aytolmadim. Fazliddin, поздравьте наших телезрителей и ваших поклонников с праздником. Я думаю, что им будет очень приятно. Navruz bayrami bilan. Navruz bayrami bilan endi Navruz yangilanish, bahor yangilanish fasli. Hammalaringga nima yaxshi niyat qilgan bo'lsalaring, niyatlaringga yetinglar. Eng avvalambor o'ylaymanki, sog'lik, salomatlik, oilaviy tinchlik. Endi hamma biz erkak kishilar oila boshi bo'lgandan keyin farzandlar, oiladagi hamma sog' salomat bo'lsa, bizni zo'r ishga borib ham kelamiz. Albatta. Ko'nglimiz ham to'q bo'ladi, ishimiz ham besh bo'ladi. Shuning uchun o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Aziz ota-onalar, farzandlar, aka-ukalar, har doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'sha sog' salomat bo'lsak, hamma bayram ko'nglimizga sig'averadi. To'g'ri. Kattakon rahmat tashrif uchun. Fazliddin, sizni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Rahmat. Ishlaringizga omad tilayman, oilangizga baxt tilayman va kelajakda zo'r yutuqlarni, shu mukofotlarni, yutuqlarni tilab qolamiz sizga. Rahmat. Va har doim kelib turing mana shunaqa studiyamizga, xursand bo'lamiz sizni ko'rgandan. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat tashrif uchun. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Yuragimni kuydirgan sanama
ko'zlaringni ko'rayin benamo. G'unchalarini o'padi shabnama, shabnama, seni jonim juda sog'indim. Yuragimni kuydirgan sanama, sanama, ko'zlaringni ko'rayin benamo. G'unchalarini o'padi shabnama, shabnama, seni jonim juda sog'indim. Sog'inchimga guvohdir shamlar, Alloh bizdan chekinsin g'amlar. Boshimizga gul sochsin damlara, damlara, seni jonim juda sog'indim. Boshimizga gul sochsin damlara, damlara, seni jonim juda sog'indim. Sog'indim, 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 seni jonim juda yomon sog'indim. Sog'indim, 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 seni jonim juda yomon sog'indim. Loladayin nazik niholima, niholima, eshitmassan arzim savolima. Tutmasinda oxir uvolima, uvolima, seni jonim juda sog'indim. Shoshqin suvning bayotida sen, Shabodaning qanotida sen, yuragimning sabatida sen aylanaman, seni jonim juda sog'indim. Yuragimning sabatida sen o'rgilaman, seni jonim juda sog'indim. Sog'indim, 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 seni jonim juda yomon sog'indim. Sog'indim, 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 seni jonim juda yomon sog'indim. Barchani Navro'zi ayyom bilan chin yurakdan tabriklayman. Navro'zi ayyom muborak bo'lsin. Yangilanish, bahor, hammani ko'nglida xursandchilik, yaxshi kayfiyatlar. Shu kayfiyat yil davomida hammani ko'nglida bo'lsin. Navro'z ayyomi bilan chin yurakdan tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yurakda ishqim bor tengsiz, lek ular kerakmas sensiz, sensiz. Mella qolganda, oylik olganda, bo'l yonimda, bo'l yonimda. Parij, Dubay, sen bilan
yoningda, ham yoningda. Gulni sevishing, pulni sevishing bor qoningda. Bor qonimda. Menday dunyoda go'zal yo'q menday, tarifi g'azal yo'q menday, olamda sevgi yo'q sevgimday, oh sevgimday. Yorim, yorim, qiynalma sog'insang jonim, jonim. Izlama o'zgani bilmay, bo'lolmas hech oshiq menday, oh menday. Mella qolganda, oylik olganda, bo'l yonimda, bo'l yonimda. Parij u Dubay, sen bilan uchay, bo'l yonimda, bo'l yonimda. Qo'lda gullarim, bergan pullarim ham yoningda, ham yoningda. Gulni sevishim, pulni sevishim bor qonimda. Bor qoningda. Друзья, в нашу студию пожаловало очень много талантливых артистов, и они ждут своей очереди, чтобы донести до вас свои прекрасные песни. Albatta. Далее у нас Кумуши Камрон. Shabada esardim mayna dog'chi, yulduzlar edilar ko'kda poyloqchi. Shabada allalab jonga yoqardi, oqshom sokin edi oyizda soqchi. Maftun boqar edi yorim ko'zlari, dilga yoqar edi asal so'zlari. Shabadada qoldi otash hislarim, yurakni yondirgan sevgi kezlari. Shabadada, da shabadada, shabadada, da shabadada, shabadada, da shabadada, shabadada, da shabadada. Shabada eslatar go'zal damlarni, yulduzlar yondirgan o'shal shamlarni. Baxtni topgan edik, vaqtni sezmadik, uzun tun unutib barcha g'amlarni. Asta silab o'tib bog'da gullarni, atirga to'ldirib qancha yo'llarini. Shabadadagilar yorimdan xabar, bog'lab bir-biriga oshiq dillarni. Shabadada, da shabadada, shabadada, da shabadada, shabadada, da shabadada, shabadada, da shabadada. Shabadada, da shabadada, shabadada, da shabadada, shabadada.
Shabadada da da shabadada Shabadada da da shabadada Shabadada da da shabadada Shabadada da da shabadada Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Barchamizga sevgi, yoshlik fasli bo'lgan bahor hamda Navruz olam muborak bo'lsin. Navruz olam barcha yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin. Друзья, наша программа продолжается. Весна – это не только прекрасная пора, но и время прекрасных женщин. И я с удовольствием приглашаю к беседе мою любимую актрису, позвольте это добавить, Мукаддас Холикова, народная артистка Узбекистана. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muqaddas opa, xush kelibsiz. Sizni studiyamizda ko'rib turgandan juda ham xursandmiz. Navruz bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Bugun ko'chaga chiqishim bilan odamlarga haligi bahoriy kayfiyatni ko'rib, Navruz kayfiyatini ko'rib xursand bo'ldim. Navruz o'zi yangilanish, poklanish, qolaversa haligi dasturxonimiz to'kinligidan darak beradi. Albatta. Chunki mana sumalaklarimiz qaynab turadi doshqozonda, ko'k somsalar, ko'k chuchvaralar, xullas kalom qanaqadir dasturxon to'kinligidan darak beradi. Ya'ni tinchlik zamonamizni, musaffo osmonimiz bo'lganidan, shunaqangi tinchlik zamonamizda yoshlarni o'ynab kulib yurganini, yaxshi o'qiganini ko'rib, yaxshi kasb egasi bo'lganini ko'rib xursand bo'laman. Har Navruzda tilaklarimiz, momolarimiz duolar qilishadi. Duolari shunday bo'ladiki, bolalarimiz zahmat ko'rmasin, yaxshi ulug' imkoniyat berilganda yaxshi imkoniyatdan foydalanib, yaxshi kasb egasi, vatanimizga haqiqiy haligi nima deydi, xizmat qiladigan farzandni yetishtirib beraylik deyishadi. Farzandlik yetishtirib berish ham mana shu tinchligimizga ko'z tegmasin deymiz va tinchligimizni asrang deymiz. Shu tinchlikni asrang sizdan iltimos. Uyda qaldirg'ochdek kutgan bolalar, yo'lingizga termilgan o'ychan kelinchak, onangiz bomdodda yig'lab so'ragan iltijolar haqqi asrang iltimos. Shu tinchlikni asrang sizdan iltimos. Toshkent dur, Namangan bog'lari jannat, Andijon, Farg'ona, Bekishga monand, Xorazm, Buxoro, Dono, Samarqand, Jizzax uchun asrang, Navoiy uchun Qoraqalpoqdagi 50 qal'alar, go'zal Qashqadaryo, gul Surxondaryo, Sirdaryolar haqqi asrang iltimos. Shu tinchlikni asrang sizdan iltimos. Men ham ko'p yig'ladim. Men ham Dilyarim, akamsiz, ukamsiz, joni jigarim. Berlar asraganni asraydi Tangrim. Shu tinchlikni asrang sizdan iltimos. Haqiqatan ham tinchligimiz bo'lsa, bayramlarimiz yarashadi. Bayramlarimiz davom etaveradi. Bayramimiz davom etaversin, tinchligimiz bardavom bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Juda ham go'zal so'zlar. По воле судьбы, по вашей профессии, вы наверняка уже были во всех уголках Узбекистана и, наверное, присутствовали на многих праздниках. Вот именно Навруз в разных местах наверняка отмечается и чуть-чуть отличается от того, что происходит здесь, в столице. Есть отличия? Farqi ko'p. Ko'pligi shundaki, ularda ko'p ko'pkarlar bo'ladi. Ularni o'tdan betga yugurtirishadi, qo'chqorlar bir-biri bilan qars-qars urishadi. Ularning bayrami qanaqadir boshqacharoq, zavqliroq, qanaqadir yuraklar o'ynab ketadi. Ikkita qo'chqor bir-birini tars-tars qilganda xo'rozlarni urishtirishadi. Mana shunaqa haligi festivalga o'xshagan narsa bo'lib o'tadi. Bizda endi sokinroq, hamma yoq nimaroq, sal to'polonsizroq, sokinroq o'tadi. Farqi shunda, lekin quvonch bir xil. Bir xil quvonch davom etadi. Muqaddas opa, teatrda nima yangiliklar hozir? Shularni muxlislaringiz qiziq, nima yangiliklar bo'lyapti? Nima hozir chiroyli spektakllar bo'lib o'tmoqda? Shularni aytib bersangiz. Spektakllarimiz ko'p, chunki biz haligi har yili imtihon topshiradigan odammiz. Studentmiz, umrbod student deyiladi-yu. Har bitta spektakl bitta imtihon. Bu yil bizni sahnamizda advokatlik oson emas degan spektakl qo'yildi, topshirildi va Asqar rejissyorligida, Asqar Xolmuminov rejissyorligida qo'yildi va yana bitta spektakl Behalovat xonadon. Ana shu spektakl topshirildi. Mana shu spektakl topshirish jarayoni ketyapti. Hamma qiziqyapti. Biz band bo'lsak, band bo'lmasak, bo'layotgan jarayondan xabardor bo'lib turamiz. Chunki kelamiz, tomosha qilamiz, repetitsiyalarni ko'rib o'tiramiz. Hali menga nima emas-da.
mana shu teatrda menga nima boshlandimi unda tarqalib ketadi. Lekin hamma bitta oilani farzandidek jon kuydiradi. Mana qilsa bo'lardi. Voy, sen chaqirib deb, buni mana qilgin, mana joyini mana qilgin deb bir-birimizga aytamiz. Eshitgan odam ham to'g'ri qabul qiladi. Bu nima deydi? Yordam va bir yoqadan bosh chiqarish deyiladi. Albatta. Teatrimizni boshi bo'lgan Yodgor akam shunaqa deydilar, oqibatli bo'linglar hamisha. Hamisha bir-biringga yordam qilaring, hamisha yaxshi ishlalar. Chunki bilaman, akkuratli ishga kelib ketish mana shu yaxshi ishlaganning bir turi va mana shu befarq bo'lmaslik, teatrga nisbatan, chiqayotgan spektaklga nisbatan befarqli bo'lmaslik bu mana shu jamoani birlashtiradi. Ahil qiladi. Bilaman demoqchi edim, sizlar yaqinliklarni, bir-biringlarni har doim qo'llab-quvvatlashinglarni ancha yildan beri bilaman. Bir-biringlarga o'sha podдержка berishinglar. Albatta. Bu juda ham zo'r. PDSP bu juda ham zo'r. Har doim o'sha yaxshi kunligida har doim birlasizlar, o'sha borib qo'llab-quvvatlab turasizlar-da, oila deydi. Men har doim ko'rib o'sha Mehriddin aka mana rahmat ham ko'p o'sha yaxshi men akam bo'ladilar, ko'p meni ko'rganman o'sha yaxshi kunlarda har doim borib o'sha qo'llab-quvvatlagansizlar. Sog' bo'linglar har doim. Biz teatr shunaqa oqibatli, ko'z temasa iloy oqibatimizga. Doda ochildi lola, qo'limda meni gitara, sevgilim yo'llariga aytib kuylarimni. Doda ochildi lola, qo'limda meni gitara, sevgilim yo'llariga aytib kuylarimni. Lola, lola, shirin so'z mazik qiz bola, uyalib olib qochma ko'zlaring, sendadir mening hayolim. Lola, lola, shirin so'z mazik qiz bola, uyalib olib qochma ko'zlaring, sendadir mening hayolim. Namlangan kipriklari, asta oqar yoshlari, o'q tegib yuragiga, bedor sevgan ishqiga. Sen kabi men bedorman, sevgingga men zo'rman. Talpinar yurak senga, kerakmas o'zga menga. Lola, lola, shirin so'z mazik qiz bola, uyalib olib qochma ko'zlaring, sendadir mening hayolim. Lola, lola, shirin so'z mazik qiz bola, uyalib olib qochma ko'zlaring, sendadir mening hayolim. Lola, lola, shirin so'z nozik qiz bola, uyalib olib qochma ko'zlaring, sendadir mening hayolim. Lola, lola, shirin so'z nozik qiz bola, uyalib olib qochma ko'zlaring, sendadir mening hayolim. Lola, lola, shirin so'z nozik qiz bola, uyalib olib qochma ko'zlaring, sendadir mening hayolim. Lola, lola, shirin so'z nozik qiz bola, uyalib olib qochma ko'zlaring, sendadir mening hayolim. Barcha vatandoshlarimizni Navruz bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammalarga tinchlik, osoyishtalik tilab qolamiz. Navruz bayrami muborak bo'lsin. Azizlar, hammalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Navruz bayrami yana bir bor hammalarga muborak bo'lsin.
keyingi san'atkorimiz xalqimizning sevimli san'atkori Nargizga bermoqchimiz. Marhamat. O'zbekistonimizda bahor fasli. Bahor fasllarning eng kelinchagi, eng go'zali deb bilamiz va biz uchun Navro'z bayrami eng alohida. Barchangizga yurtimizda kezayotgan Navro'z shukuhi hamroh bo'lsin. Kayfiyatingiz a'lo bo'lsin. Navro'z bayrami muborak.
gurillab turnalar qurqurillab o'zbegim tuprog'iga Navruz keldi gurillab bu havo qanday havo havoyimiz sho'x navo 18 yosh yoringdek singadir bag'ring harom aliyor 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 ol bo'lsin aliyor 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 ol bo'lsin aliyor aliyor arlar gul talashir aralarga yarashir arlar gul talashir aralarga yarashir qahqahavur qiyqirchoq bu olam yashil yashil aliyor 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 ol bo'lsin aliyor 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 ol bo'lsin aliyor aliyor kecha yulgun kecha o'choqda o't tonggacha kim pishirsa sumalak yashasin ey minggacha bo'lmaganni bo'ldirdi kulmaganni kuldirdi bu dunyoning kam ko'stin Navruz o'zi to'ldirdi aliyor 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 ol bo'lsin aliyor 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 ol bo'lsin aliyor aliyor olov baldoq tom boshida qizg'aldoq olov baldoq tom boshida qizg'aldoq poylab dehqon yo'lini bo'rsillaydi bo'z tuproq aliyor 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 ol bo'lsin aliyor 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 ol bo'lsin aliyor aliyor ipin uzib tashlaydi shod bo'lmasin g'animlar oqqan daryo oqadi hur yillar hurillab turnalar qurqurillab o'zbegim diyorida Navruz kezar gurillab aliyor 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 ol bo'lsin aliyor 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 Друзья, наша программа продолжается. Весна – это время вдохновения, красивой музыки и не менее красивых стихов. И сегодня у нас в гостях обладатель государственной награды «Достли», заслуженный работник культуры Узбекистана, поэт-песенник Bobur Bobomurod. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bobur aka, xush kelibsiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Yetkazganiga shukr. Rahmat. Bayramingiz muborak bo'lsin. Navruz bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bobur akangizni ko'rib turgandan juda ham xursandmiz. Xush kelibsiz studiyamizga. Сегодня ваш сезон, можно сказать. Именно весной приходит, наверное, другое вдохновение, верно? Albatta. Men uchun ждем, всегда ждали, особенно поэты всегда ждут вот пробуждения. Как природа пробуждается, и у нас тоже пробуждение идет. И ilhom to'g'ri keladi, ilhomni kutamizki bahorda shu yashnoqlik, ko'zlar yashnaydi, uzoq sog'ingan qorlardan charchab, yomg'irlardan charchab. Albatta. Lekin bu ham bir gashti bor, qorlardan rosa yozdik. Yaxshi ijodlar bo'ldi. Yangi ayniqsa guruhimiz bizni charchatmadi, tindirmadi. Hammamizga bahor muborak bo'lsin, yetkazganiga shukr. Hali mana bu rahmatlik doim bahor kelsa, shu oq
gullar endi chiqadiku ko'zlariga surtib omonlik Mana bu somonlik orqadagi gullarga. omonlik somonlik yetkazganiga shukur deb rosa Bahor duolar ko'rganga qilishardi shukur deb. bizlarga oq kiyimlar kiydirib yugurtirishardi mazza qilib biza hammaga bahor keldi Navro'z keldi hali suyunchilab chiqardik. Demak sizga bahor, Navro'z bayrami boshqacha bayram, to'g'rimi Bobur aka? Navro'z bahor bayram deganda nimani his qilasiz siz? Navro'z bayramini Qushlarning sayrashi. Birinchi qulog'imga qushlarning sayrashi keladi. Keyin sekin-sekin yashilliklar. Hali daraxtlar kiyina boshlaydi-da. Daraxtlar sekin-sekin kiyina boshlaydi. Odamlarning kayfiyati boshqacha bo'ladi. Odamlarda tetiklik, yangilik, dehqonlar, cho'ponlar hamma insonlar ham ko'chalarga chiqib sekin-sekin hali ishni payidan bo'lishadi. To'g'ri. Shu uyg'onish. Kayfiyat boshqacha bo'ladi. Uyg'onish bo'ladi. Бабур Аке, скажите, пожалуйста, а какое слово у вас рифмуется со словом Навруз? Navro'z bu albatta rizq. Rizqimizni haligi topadigan, rizqimizni haligi ekadigan, rizqimizni so'raydigan davr bu Navro'z payti. Keyin so'z, ko'z. Shu Navro'z haqida faqat yaxshi qofiyalar keladi. To'g'ri. А вы можете вот для наших телезрителей сделать экспромт? Ну, да, вот стихотворение сразу, вот здесь, сразу на месте. Endi Navro'zda bolaligida esladik-ku, varraklar uchirardik, sumalaklar bo'lardi. Keyin hali lolalar, qip-qizil yonib turgan lolalar, tulpani. Keling, mayli endi buni endi aybga buyurmaysizlar so'raganlariga. Varraklari dirillar, havolari zirillar, lolazori gurullar, ko'klam keldi, Navro'z keldi, deylik. Ну, замечательно. Предлагаю спеть это четверостишее, да, воспользоваться. Albatta. Bobur aka, endi o'zingiz Navro'z haqida she'rlaringiz bor. Shuni bir muxlislaringizga shuni bir aytib bersangiz, bir mazza qilsak. Navro'z haqida, bir bahor haqida, Navro'z haqida bilaman, juda ham ko'p yozasiz. Shuni shu aytdik, yetkazganiga shukur dedik. Shu bahorlar muborak bo'lsin yurtimizga. Yaxshiliklar olib kelgan bo'lsin, rizq-ro'zli barakali kelgan bo'lsin. Hammamiz kutamiz bahor, boshqacha kutamiz. Bu yil bahor ham boshqacha keldi. Yangi O'zbekistonimizga xush kelgan bo'lsin. Sabza bo'lar o'tu o'lanlar, yoyilgandek qirga gilamlar. Ko'ngil boshlar yangi o'lanlar, dil topib suv jon kirar toshga. Bahor kezar, bu bahor boshqa. Qo'shiq aytar jilg'a irmoqlar, yomg'irlardan yayrar tuproqlar. Og'ochlar ham yozar yaproqlar, tol popugin iladi boshga. Bahor kezar, bu bahor boshqa. Yuraklarda uyg'onadi baxt, yangi umid, yangi orzu ahd. Yigitlarning qadamida shaxt, o'sma qo'yar kelinlar qoshga. Bahor kezar, bu bahor boshqa. Hamalgacha hutlagan ilm, niyatlarin butlagan ilm, bir-birini qutlagan ilm, birday aziz keksa yoshga. Bahor kezar, bu bahor boshqa. Barakali xushqadam ko'klam, yurtim ko'rki yanada ko'rkam, yasharadi qadimiy o'lkam, vatan kirar navqiron yoshga. Bahor kezar, bu bahor boshqa. Bahorlar xush kelgan bo'lsin va muborak bo'lsin. Браво, браво. Бобур Аке, большое спасибо, что пришли к нам в студию, поздравили наших телезрителей и прочитали свои невероятно красивые стихи. Bobur aka, endi barcha muxlislaringizga o'zingizning iliq so'zlaringizni, tilaklaringizni va Navro'z bayrami bilan o'zingiz chiroyli bir tabriklab bersangiz. Navro'zlar muborak bo'lsin. Navro'zni olamda ko'ngil yayraydi. Butun bir mavjudot uyg'onadi. Ana shu bizni tabiatimiz uyg'onganidek bizni qalbimiz ham uyg'oq bo'lsin. Bizni qalbimizda hamisha yaxshiliklar bardavom bo'lsin. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Navro'zlar butun elimizga tinchlik elchisi bo'lib kelyapti. Tinchligimiz bardavom bo'lsin. Farovonlik olib kelsin. Yurtimiz hamisha omon bo'lsin. Navro'z muborak azizlar. Kattakon rahmat. Kelgan uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Navro'z bayramingiz muborak bo'lsin. Sizga muborak bo'lsin. Sog' bo'ling. Biz esa davom ettiramiz azizlar.
seni kimning o'yidasan men ko'ngling ololmasam sevganing bo'lolmasam men ko'ngling ololmasam sevganing bo'lolmasam sog'inganda bir bora ko'rmasam ko'rolmasam sog'inganda bir bora nahot endi ko'rolmasam men seni ko'yingdamas sen kimning ko'yidasan men sening o'yingdamas sen kimning o'yidasan sevgimni bila turib sendan javob bo'lmadi sevgimni bila turib sendan javob bo'lmadi o'l yorini unutmoqqa ammo ko'nglim ko'nmadi o'l yorini unutmoqqa ammo ko'nglim ko'nmadi men seni ko'yingdamas sen kimning ko'yidasan men sening o'yingdamas sen kimning o'yidasan ko'nglingni ololmasam sevganing bo'lolmasam men ko'ngling ololmasam sevganing bo'lolmasam sog'inganda bir bora ko'rmasam ko'rolmasam sog'inganda bir bora nahot endi ko'rolmasam men seni ko'yingdamas sen kimning ko'yidasan men sening o'yingdamas sen kimning o'yidasan men sening ko'yingdamas sen kimning ko'yidasan men sening o'yingdamas sen kimning o'yidasan Azizlar, assalomu alaykum. Navro'zi olam muborak bo'lsin. Sizlar dunyodagi eng yaxshiliklarga loyiqsizlar. Chunki sizlar yaxshi insonsizlar. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolisa sizlarga atagan go'zal tuhfalarimiz bor. Navro'zi olam muborak bo'lsin. По стране шагает Навруз, и каждый регион в Узбекистане отмечает праздник весело и, конечно, с теплом. Но вы оставайтесь на телеканале Дуньё Бойлаб здесь, потому что тоже у нас россыпь звезд и самых креативных людей. Albatta va ko'tarinki ruhda Navruz bayramini hammamiz birgalikda nishonlamoqdamiz va hozirgi san'atkorimiz o'sha muxlislarni xursand qiladigan san'atkorimiz Bahriddin Zuhriddinovga bermoqchimiz. Marhamat. Hayolparast yoshligimni eslasam jim orzu bilan olar edim bir janonni tegmasligi aniq bo'lsa hamki menga lolaxonni sevar edim lolaxonni hayolparast yoshligimni eslasam jim orzu bilan olar edim bir janonni
kapalaklar silar ekan sevgan gulim ko'rdim tongda shabnamlari qo'nganini kim bilibdi men hofizni sevganini lolaxonni sevar edim lolaxonni kapalaklar silar ekan sevgan gulim ko'rdim tongda shabnamlari qo'nganini kim bilibdi men hofizni sevganini lolaxonni sevar edim lolaxonni sevar edim lolaxonni. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, mana yurtimizga Navro'zi olam kirib keldi. Barchalarga Navro'zi olam muborak bo'lsin. Ilohim yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Har kunimiz shunaqa go'zal, chiroyli bo'lsin. Sizlarning xizmatingizda biz san'atkorlar har doim xizmatda bo'lish nasib qilsin. Bayram muborak bo'lsin. Vodiyni qo'qonida tursam ishq do'konida keldi bir janon pari ko'z qamashdi yonida ketolmay qoldim nari bog'ladi zulfi zari bundayam go'zalni hech ko'rmagandim ilgari hay asta asta sevdim bo'lib xasta bunchalar kuydirasiz jonim bunaqa masta hay asta asta sevdim bo'lib xasta bunchalar kuydirasiz jonim bunaqa masta oshiq-u ado bo'lib ushladim bilagidan ne bo'lar bizga sanam joy bersa yuragidan Toshkentni erka qizi bizga bir qararmikan yo Qo'qon ko'chasidan beparvo o'tarmikan hay asta asta sevdim bo'lib xasta bunchalar kuydirasiz jonim bunaqa masta hay asta asta sevdim bo'lib xasta bunchalar kuydirasiz jonim bunaqa masta hay asta asta sevdim bo'lib xasta bunchalar kuydirasiz jonim bunaqa masta hay asta asta sevdim bo'lib xasta bunchalar kuydirasiz jonim bunaqa masta Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz, xalqimiz, yurtdoshlarimiz. Navro'zi ayyom muborak bo'lsin. Chin yurakdan tabriklaymiz. Barchamizga muborak bo'lsin, chunki hammamiz intiqlik bilan yil bo'yi kutadigan ayyomimiz kirib keldi. Barchalarga xonadonliklarga fayz va barakat, tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Navro'zi ayyom muborak bo'lsin. Yana bir bor bayram muborak bo'lsin. Hammalarga bayramona kayfiyat tilayman. Bizning bayramimiz davom etadi. To'g'rimi? Весна – это время обновления, тепла и, конечно же, хорошего настроения. А его может поднять только muzika. Albatta, biz davom ettiramiz azizlar. Sizlar uchun Karavan guruhi. Marhamat. Boy chechagim boylandi, qozon to'la ayrondir. Ayroningdan bermasang, qozon tovog'ing vayrondir. Boy chechagim boylandi, qozon to'la ayrondir. Ayroningdan bermasang, qozon tovog'ing vayrondir. Qattiq yerdan qizilab chiqqan boy chechak, yumshoq yerdan yumalab chiqqan boy chechak, Navruz oydan mo'ralab chiqqan boy chechak, boy chechak.
aytilar qo'y chechakni tutdi